sahnada omadli jentelmenlar. Omadli jentelmenlar jamoasi final uchun Toshkentga keldi va bizlarni muammolar kutib oldi. Ko'ramiz. Buxorodan jamoamiz biz yetib keldik Buxorodan. Kelishimiz bilan shtraf qildik idoradan. Qora xat keldi to'langlar deydi kameradan. Piravada kimni tanishi bor pulini beraman piravada. Mani tanishim bor lekin u hozir Toshturmada. Undan ko'ra o'qib olsang bo'lmaydimi piravaga? Pirokada engullagan yoshlik chog'im o'tdi meni pirokada. Qolgan umrimni o'tkazsam kerak va zapravkada. Topgan pulimni hammasi ketyapti parkovkaga. O'lay agar tanimadim bu bolani kim oldi komandaga. Pul berib kirgan bo'lsa tez qaytaringlar. Iltimos bor, telefonim o'chib qoladi-da kimda tayibsi bor. O'chmasa xotining o'ldiradi tezroq xonaga bor. Kurtkani ichki cho'ntagida yangi zaryadka bor. Zaryadka bor. Rahmat aka. Savolim bor. Bu qizlarni bizni komandaga nima keragi bor? U yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, rasxodi bor. Ko'p ovqat yeydi, faqat uxlaydi, javobi bor. Bajasi bor. Avvalambor sani bu qizlar bilan ishing bo'lmasin, o'sha yerga bor. Xalaqit bermagin bular bilan meni planim bor. Qorasi jo'ranga sariqchasi bilan o'tirish bor. Dushbatang bor. Iltimos bor. Zaryadka topdim, aytinglar qayerda rezetka bor. Shu bolaga yordam qivoraylik, kimda farosat bor? Ko'pchilik aytadi farosat degani qayerda bor? O'sha yerga bor. Rahmat aka. Qiviziga rektorimiz ayamay pul tikopti qiviziga. Chempion bo'ladi deb ishonibdi qivizida. Yutmasak bo'lmaydi, ko'nglimiz to'lmaydi qivizida. Zo'r TVda Felicita. Yutqazib qo'ysak rektorimiz bizni Felicita. Xonasiga olib kelib birma-bir bizni Felicita. Ayniqsa sani bizdan ham ko'proq Felicita. Endi chida Felicita. Qissa qilib
Rahmat. Rahmat. Mana shu turishimiz Portugaliya bilan bitta gruppaga tushgan O'zbekistonga o'xshaydi. Portugaliyaga? Dametr qani? Endi men o'ylaymanki, O'zbekiston tushishni hamma xohlaydi va hamma O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydi. Biz O'zbekiston. Rahmat, sizlar bilan ushbu mavsumda o'z chiqishlarini yakunlagan Osiyo xalqaro universitetining omadli jamoasi edi. Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità e tu sguardi innocenti in mezzo alla gente la felicità. Ha hakamlar. Ha hakamlar. Felicita. Endi to'g'risi men mazza qilaman-da. Men mana shu yigitlar bilan tengma-teng ishlayman. Men muharrirman. Bularni birga ko'rib, muharrir ko'rigidan o'tkazib, ularga maslahatlarni berib, men yigitlar bilan tengma-teng hakamlarga qarshiman-da, shuni aytib qo'ying-da. Hakamlar, felicita.